Assalomu alaykum hurmatli video darsimiz ishtirokchilari. Men Diniy tadbirkorlik pedagogika instituti o'qituvchisi Ergash Azamat bo'laman. Bugungi ma'ruzamiz genlarni taqqoslash asosida turlarning filogenetik yaqinligini aniqlash. Demak, quyidagi rejalar asosida gaplashamiz. Birinchi rejamiz genlarni taqqoslash asosida turlarning filogenetik yaqinligini aniqlash usullari. Ikkinchi rejamiz filogenetik daraxt haqida. Uchinchi rejamiz filogenetik daraxt tuzish ortidagi asosiy qo'ya nima? To'rtinchi rejamiz filogenetik daraxt tuzish. Beshinchi rejamiz daraxtlarni tuzishda molekulyar ma'lumotlardan foydalanish. Ma'lumotlar. Filogenetik daraxt organizmlar o'rtasidagi evolyutsion aloqalarni ifodalovchi diagrammalar. Filogenetik daraxtlar aniq faktlar emas, balki farazlardir. Filogenetik daraxtdagi shoxlanish qonuniyati turlar yoki boshqa guruhlarning umumiy ajdoddan qanday kelib chiqqanligini ko'rsatadi. Filogenetik daraxtdagi turlarning umumiy ajdodi qanchalik yaqin bo'lsa, ular shunchalik yaqin qarindosh. Umumiy ajdodi qanchalik uzoq bo'lsa, ular shunchalik uzoq qarindosh bo'ladi. Filogenetik daraxtlar ekvivalent bo'lgan bir necha usullarda tuzilishi mumkin. Daraxt shoxlarini shoxlanish joyidan o'zgartirish undagi ma'lumotlarni o'zgartirmaydi. Filogenetik daraxtni tuzishda biz turlar yoki organizmlar boshqa guruhlarning umumiy ajdodidan qanday rivojlangani to'g'risidagi eng so'nggi gipotezalarimizga asoslanamiz. Ushbu gipotezalar bizni qiziqtirgan turlarning jismoniy belgilari yoki genlarning DNA ketma-ketliklari kabi to'plagan ma'lumotlari asosida yaratiladi. Filogenetik daraxtda bizni qiziqtirgan turlar yoki guruhlar daraxt shoxlari uchida joylashadi. Misol uchun quyidagi filogenetik daraxtda 5 ta A, B, C, D, E turlar orasidagi o'zaro aloqalarni ko'rsatib, ular daraxtlarning shoxlarining uchlarida joylashgan. Filogenetik daraxt shoxlarining qanday joylashgani bizga berilgan turlarning umumiy ajdoddan qanday kelib chiqqanligi haqidagi tushunchalarimizni ifodalaydi. Har bir shoxlanish nuqtasi ichki tugun deb ham ataladi. Divergensiya hodisasi yoki bitta ajdodning ikki yoki undan ortiq turlarga ajralishini ko'rsatadi. Har bir shoxlanish nuqtasida ushbu shoxlar uchida joylashgan barcha turlarning eng so'nggi umumiy ajdodi joylashgan. Misol uchun A, B turlar ajralib chiqqan shoxlanish nuqtasida ushbu turlarning eng so'nggi umumiy ajdodi keltirilgan. Daraxtning pastki qismi yoki ildizi tepasidagi birinchi shoxlanish nuqtasida barcha turlarning umumiy ajdodi keltirilgan. Quyidagi diagrammaning ildiz oldidagi birinchi shoxlanish nuqtasi barcha berilgan turlarning eng so'nggi umumiy ajdodi sifatida keltirilgan. Ushbu daraxtdagi har bir gorizontal chiziq hozir yashayotgan turga olib keluvchi ajdodlar qatorini anglatadi. Misol uchun, turga olib keluvchi chiziq uning boshqa turlardan ajralib chiqqanidan beri yashagan ajdodlarni anglatadi. Shu tartibda daraxt ildizi ushbu daraxtda keltirilgan barcha turlarning so'nggi umumiy ajdodiga olib keluvchi organizmlar qatorini ko'rsatadi. Qaysi turlar bir-biriga ko'proq qarindosh? Filogenetik daraxtda ikkita turning qarindoshlik darajasi aniq ma'no bildiradi. Agar ikkita tur ko'proq umumiy ajdodga ega bo'lsa, ular yaqinroq qarindosh. Agar kamroq umumiy ajdodga ega bo'lsa, ular uzoqroq qarindosh hisoblanadi. Yana shuni ham eslatib o'tish joizki, ayrim turlarning qarindoshlik darajasi bu yo'l bilan solishtira olmaymiz. Misol uchun, biz A va B turlar C va D turlardan ko'ra yaqinroq qarindosh deya ayta olmaymiz. Chunki filogenetik daraxtning gorizontal o'qlari vaqtni bevosita ifodalamaydi. Shu sababli biz faqat bir chiziq yoki shoxda kechayotgan jarayonlarni solishtirishimiz mumkin. Turli shoxdagi jarayonlarni esa solishtira olmaymiz. Mazkur rasmda filogenetik daraxtning turli xil ko'rinishlari belgilangan. Biz yuqorida ko'rib chiqilgan daraxtlar sodda tuzilgan bo'lib, har bir shoxlanish nuqtasida faqat ikkita shox ajralgan. Lekin ba'zan politomiya, poliko'p tomiy bo'linish degan ma'noda keladi. Mavjud daraxtlar ham uchrab turadi. Ya'ni bir shoxlanish nuqtasidan 3 yoki undan ortiq yangi turlar paydo bo'ladi. Odatda politomiya shoxlanish qanday tartibda kechganini bilish uchun yetarli ma'lumot bo'lmaganda kuzatiladi. Filogenetik daraxtlar qanday tuzib chiqiladi? Mazkur savolga javob berib o'tamiz.
Filogenetik daraxtni tuzish uchun ko'pincha olimlar o'rganilayotgan turlarning ko'plab belgilarini solishtiradi va tahlil qiladi. Bu belgilar marpalakik shakl, ko'rinish, ichki anatomiya, xulq-atvor, biokimyoviy yo'llar, DNK va oqsil ketma-ketligi, hattoki qazilma qoldiqlarning xususiyatlari bo'lishi mumkin. Aniq, mazmunli filogenetik daraxtni tuzish uchun olimlar odatda ma'lumotlardagi xatolik tufayli noto'g'ri daraxt tuzib qolishini oldini olish uchun ko'plab belgilardan foydalanadi. Filogenetik daraxtni tuzish. Filogenetik daraxtlar o'zida organizmlar guruhi o'rtasidagi mavjud deb faraz qilingan evolyutsion aloqalar to'g'risidagi gipotezalarni ifodalab beradi. Filogenetik daraxtlarni turlar yoki guruhlarning morfologik, biokimyoviy, molekulyar yoki xulq-atvor xususiyatlaridan foydalangan holda tuzish mumkin. Daraxtni tuzish davomida turlar, ularning o'xshash yangi belgilar, ushbu turlarning ajdodlarida uchramagan belgilar asosida ichki guruhlarga ajratamiz. Har xil turlarning gen va oqsillar tuzilishidagi ketma-ketliklarni solishtirish orqali filogenetik daraxt tuzish mumkin. Yaqin qarindosh bo'lgan turlarning ketma-ketligida farqlar kam, qarindoshligi uzoq bo'lgan turlarda esa farqlar ko'proq bo'ladi. Fanda mavjud gipotezalarga ko'ra, yer yuzidagi barcha tirik organizmlarning kelib chiqishi bitta ajdodga borib taqaladi deb faraz qilinadi. Shunga ko'ra, turlarning kichik guruhlari ham nisbatan keyin yashagan umumiy ajdodga ega deyiladi. O'tmishga sayohat qilib, turlarning kelib chiqishini o'z ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz. Ularning qarindoshlik darajasini qanday aniqlaymiz? Filogenetik daraxtlarda bizni qiziqtirgan turlar daraxt shoxlarining uchlarida joylashadi. Ushbu shoxlar turlarning evolyutsion tarixini ifodalagan holda o'zaro tutashgan bo'ladi. Umumiy ajdoddan rivojlanib chiqishi, shoxlanish, ya'ni ikkiga ajralish bilan ifodalanadi. Har bir shoxlanish nuqtasida shu shoxlardagi turlarning eng so'nggi umumiy ajdodi joylashadi. Daraxtdagi har bir chiziq uzoq davom etgan rivojlanishdagi avlodlar ketma-ketligini ifodalaydi. Filogenetik daraxt tuzish ortidagi asosiy g'oya. Filogenetik daraxt qanday tuziladi? Uning asosida Darwinning modifikatsiyalangan avlod nazariyasi yotadi. Umuman olganda, hozir mavjud organizmlardagi yangi paydo bo'lgan o'zgarishlarga qarab, ularning umumiy ajdoddan qanday rivojlanganini haqida taxmin qilish mumkin. To'plangan ma'lumotlardan foydalanib, filogenetik daraxt tuzayotganimizda asosiy maqsadimiz hozir mavjud turlardagi yangi paydo bo'lgan belgilardan foydalangan holda ularning evolyutsiyadagi shoxlanishini aniqlashdir. Muammo shundaki, bizni qiziqtirgan turlarning rivojlanishini va yangi belgilar ularda qachon paydo bo'lganini o'z ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz. Buning o'rniga biz teskari yo'nalishda harakatlanamiz, ya'ni oldin A, B, C, D va E turlarining belgilarini tahlil qilamiz. Keyin esa ularning qaysi biri ajdoddan o'tgan, qaysilari yangi paydo bo'lganini aniqlaymiz. So'ngra olingan ma'lumotlar asosida yuqorida berilgandek daraxt tuzamiz. Bu usul bilan tuzilgan daraxt organizm turlari belgilarining shoxlanish qonuniyatlarini tushuntirib beradigan eng sodda sxema bo'ladi. Evolyutsion tarix haqidagi gipotezalarni esa isbotlaydi. Masalan, filogenetik daraxt tuzish namunasi. Ko'rib turibsiz, bu yerda ma'lum bir organizmlar berilgan va ulardagi belgilar va nol ularda o'sha organlarning yo'qligi, belgining yo'qligi plus o'sha belgining bor ekanligini ifodalaydi. Keyingi qadamda berilgan belgilarning qaysi biri ajdodlarga tegishli, qaysi biri yangi paydo bo'lganini aniqlashimiz zarur. Misol uchun, o'pkalarning mavjudligi ajdodlarda bo'lganini yoki yangi paydo bo'lganini eslatib o'tamiz. Ajdod belgi bu bizni qiziqtirgan organizmlar guruhi uchun umumiy bo'lgan ajdoddagi belgi sanaladi. Yangi belgilar esa ajdod turidan ajralib chiqish natijasida paydo bo'ladi. O'tmishni ko'rmasdan turib, qaysi belgilar ajdodga tegishli, qaysilari yangi paydo bo'lganini qanday bilishimiz mumkin? Test ishlayotganingizda yoki ugi vazifani bajarayotganingizda sizdan so'ralgan savolda odatda belgilarning qaysi biri ajdodga tegishli yoki qaysi yangi paydo bo'lgani aytiladi. Agar siz ilmiy ish ustida ishlayotgan bo'lsangiz, odatda ajdod yangi belgilarni bir-biridan farqlash uchun yetarli bilimga ega bo'lasiz. Masalan, qazilma qoldiqlarga asoslanasiz. Sizni qiziqtirayotgan turlar guruhiga nisbatan uzoqroq qarindoshlik darajasiga ega bo'lgan tashqi guruh. Agar tashqi guruh berilgan bo'lsa, u shartli ravishda ajdod tur bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni u ajdod turining belgilarini o'zida namoyon qilgan deb hisoblashimiz mumkin. Birdek ham shunday. Bizning misolimizda minoga jag'siz normal skeletga ega bo'lmagan baliq bo'lib, bu tashqi guruh vakili sanaladi. Minoga jadvalda berilgan belgilarning hech qaysisi yo'q. Unda o'pka, jag', pat, halq, yum mavjud emas.
Ushbu ma'lumotlarga tayangan holda, ushbu belgilarning bo'lmasligi ajdod belgi, ularning bo'lishi esa yangi paydo bo'lgan belgi deb aytish mumkin. Endi organizmlar guruhining o'xshash belgilariga asoslanib filogenetik daraxt qurishga kirishamiz. Birinchi navbatda eng ko'p organizmlarda uchraydigan belgini tanlaymiz. Bizning misolimizda bu jag'ning bo'lishidir. Tashqi guruh minogadan tashqari barcha organizmlarda jag' bor. Shuning uchun daraxtda birinchi bo'lib minoga boshqa turlardan shoxlanib chiqadi. Qolgan barcha organizmlarda esa jag' mavjud bo'lgan guruhga kiritamiz. Xo'p, endi ikkinchi o'rinda eng ko'p tarqalgan belgini qidiramiz. Bu belgi o'pka bo'lib, u antilopa, oqbosh, suvburgut va alligatorda bor. Dengiz okunida esa yo'q. Bunga asoslanib, dengiz okunining o'pkaga ega boshqa turlari antilopa, oqbosh, suvburgut va alligator shoxlanib chiqib ketishini chizishimiz mumkin. Shu yo'sinda davom etib, keyingi o'rinda keng tarqalgan belgini qidiramiz. Bu belgi halqumning mavjudligi bo'lib, u alligator, oqbosh suvburgutida bor. Antilopada esa yo'q. Bunga asoslanib, antilopaning halqumga ega organizmlardan alligator va oqbosh suvburgutdan shoxlanib chiqishini chizishimiz mumkin. Yung va pat singari qolgan belgilarchi? Bu belgilar yangi paydo bo'lgan bo'lsa-da, ulardan faqat bitta tur vakillarida uchraydi. Umumiy bo'lmagan yangi paydo bo'lgan belgilar filogenetik daraxtni qurishda yordam bermaydi. Shunga qaramasdan ularni to'g'ri joylashtirish mumkin. Masalan, pat oqbosh suvburguti shoxlangan joyga, yung esa antilopa shoxlangan joyga qo'yiladi. Daraxtni tuzishda tejamkorlik usuli va xatoliklar. Yuqoridagi daraxtni tuzish davomida biz tejamkorlik parsimoniya usulidan foydalandik. Bu usulning maqsadi tekshiruv natijalarini izohlab beruvchi eng sodda variantni tanlashdan iboratdir. Daraxtni tuzish paytida esa bu eng kam mustaqil evolyutsion o'zgarishlarni, yangi belgilar paydo bo'lishi yoki ularning yo'qolishini nazarda tutishini anglatadi. Misol uchun biz quyidagi daraxtdan foydalanib belgilar qonuniyatini izohlashimiz mumkin. Ushbu hodisalar tartibi ham biz ko'rib chiqqan 5 ta turning belgilarini evolyutsion jihatdan izohlab bera oladi. Ammo bu daraxt oldingisidan kamroq tejamkorlikni namoyon qiladi. Chunki u belgilarning mustaqil o'zgarishini ko'proq talab qiladi. Biz dengiz okunini alohida qo'yganimiz uchun jag' paydo bo'lishi, ikki joyda mustaqil rivojlanishini taxmin qilamiz. Birinchisi dengiz okuni avlodida, ikkinchisi esa antilopa, oqbosh suvburgut va alligatorlarning avlodida. Natijada daraxtda 6 ta evolyutsion o'zgarish nazarda tutadi. Oldingi daraxtimizda esa 5 ta o'zgarish bo'lib, u tejamkorroq edi.